Assalomu alaykum obunachilar. Mana bunday tikib yotdik ham bu mashinamiz hozir remontga keldim. Bunday holatida mana birinchi burnini qisamiz. Birinchisi mana chiqib yotibdi tiyini, tomchi bo'lib ko'rinib turibdi mana. Shuni qisamiz. Bu yerda dimchoq iri, bu chakni sal maydaroq qilish kerak. Uni bu yerni ochib, mana bu knopkani bosib turgan holatda buni aylantirsak, bosib turgan knopkamiz yana o'yiqroqqa tushadi mana, kirdi. Endi o'zingizga qarab, mashinani bu yoqqa qarab mana. O'zingizga qarab, bu yoqqa qarab to'lasangiz maydalashadi. Naborot orqaga qarab to'lasangiz u irilashadi. Hozir maydalashtirdim men. Mana bu narsa joyidan chiqadi. Mana chiqqandan so'ng bostirib yana tikib ko'ramiz. Mana уже bana chak o'zgardi, ancha o'zgardi mana. Молодец. Aytaman qo'lim gul debsan. Bemalol shunday etib o'zlaringiz ishlab olsanglar bo'ladi. 5 minut ham ketmadi.